Nima degani Sen provokatsiya qilyapsan bu provokatsiya urushyapsan odamlar. Sen provokatsiya qilyapsan bu. Qani provokatsiya? Men o'zimni qo'shin bilan gaplashyapman. Nima bo'lyapti? Urushyosan. Senga urushmagan imkonmi? Nega bu qo'ymas menga uni bu qo'ymas. Kimsan sen jali? Menga urushmadik keladigan. Boray zayanni. Sen o'zing uyingda qilasan xo'jayinchilikni. Kursga qo'yganman. Sen xo'jayinchilikni uyingda qilasan. Boray tepinglar. Shotdan qilaman. Bor yozi. Boray yozuvchi uyini. Sen bilan gaplash. Yozuvchi uyini bor. Sen bu joyga birga. Nima? Bu joyga. Sen birga bir qanaqa birga? Qattiq birga bir chiqing uzoqligimda. Qattiq birga bir chiqadigan joyi yo'q. Men nima qilaman chiqib? Chiqib olasanlar hammangdan. Boray tepinglar. Sen tepinglar. Sen даже otingni ham bilmayman. Bilishing shart emas. Senga emas, chunki senga emas. Boray yozuvchi uyini. Ha, bir jalab Yozuvchi uyini bor. shaka hammangdan yeb qo'yasan, bilasiz. Bor yozuvchi uyini qilay. Ra'no opa nimangizni bilsangiz bo'ldi. Buzing. Shakasanlar jalab. Nima naqul? Bo'ldi. O'zing nima qilyapsan? Maklerdan ham battar gnirasanlar. Qani? Gniloysan, ko'zlar. Sotib ustivil 22 yil nima qilishadilar? Nima qilishadi? Nima qilishadilar? Sotib olib ko'tiga tiqib tashadilar. Nimasini? Qanday qilib tashib nima qildi? Nima qildi? Ko'tiga tiqib tashadilar. Nimasini? Odamlar tashida shu uyasini buzishga qo'rqadi jalo. Uyga jalo ko'tiga tiqib tashyapsan. Sotib oldim. Islomga ham to'g'ri kelmaydi. Hech narsaga to'g'ri kelmaydigan narsa qilyapsanlar. O'zingcha soqol o'stirib olib mamta naqul. Sen gapirma, shunaqay. Boray tepinglar, arada o'ynagin. Ругаться не надо. Один вопрос просто. To'xtab turinglar. To'xtab turinglar. Baqirmanglar ko'p. Просто смотрите, bizdami uniki. Mana shu to'xtab tur, to'xtab. O'zinglar endi sizlarniki. Yo'q, o'shanikimi? Sen bizani bolamiz oldida qanday kelyapsan? Bitta rishot qilib qo'yib qo'yinglar. Mani bolalarim turib bolacha qanday Shunga aytamiz. Men bu odam olib ketaman dedim. Men olib Просто bizga kerak emas. Alkashlar keladi, блядь. Они сами сказали им, чтоб они забрали эти окна. Ну, они специально делают. Специально делают. Черти. Просто в этом разговор. Я на это не... Вот как они работают. Это их принцип работы. Сначала приводят дом в аварийное состояние, а потом начинают, там у них оказывается кто-то есть за спиной, как они говорят, могут устроить поджог, могут сделать какую-нибудь еще пакость, угрожают, что вот будут поджигать, будут сносить, прям с людьми говорят. Вот это люди.